Ukamni qatl ettirganimdan 10 kun o'tib, Istanbulda qor yog'a boshladi. Tinim bilmay haftalab yog'di. Shunday qish keldiki, go'yo osmon yerga tushgandek bo'ldi. Shahar qor ichida qoldi. Qalbim muz orasida yonayotgan olovga o'xshardi. Ba'zilar bu qahraton qish kelishiga meni aybdor deb bilishyapti. Qilgan gunohimning jazosi ekan. Tugatilgan birodar kuchlikni qaytadan boshlaganim uchun, o'chgan olovni qaytadan yoqqanim uchun Alloh meni la'natlagan emish. Jazolayotgan emish. Balki rostdir. Rabbim meni to'fon bilan sinayapti. Men kim Usmon? Sulton Usmonxon haqiqatning sovuq yuzi bilan o'sha yilning qishida tanishdim. Bir narsani tushundim. Hukmronlik bu insonning yuragini muzlatuvchi, vijdon unini o'chiruvchi, quloqlarini kar etuvchi kuch ekan. Insonning aql hushidan ayiruvchi la'nati balo ekan. Angladimki, saltanat akani ukaga dushman qiluvchi, mas'uliyatni o'g'irlovchi xoin o'g'ri ekan. Shuningdek, u inson ko'z uzolmaydigan, kuyishini bila turib ushlab ko'rish uchun qo'lini uzatishdan o'zini tiya olmaydigan soxta yog'du, sarxushlik ekan. Oxir oqibat hushyor torttirguvchi sarxushlik. Ortga qaytish imkonsiz yo'l, chuqur jarlik, insonni falokatga eltuvchi qish ekan. Men kim Usmon, ukamni qatl qilgan kunim ichimda qishki to'fon boshlandi. U to'fon shu qadar iztirobliki, meni achchiq qismatim sari yetaklayapti. Hukmdorim, ichkarida Ko'sim Sulton xonim bor ekan. Xohlasangiz boshqa payt kelamiz. Hukmdorim.